Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Avgust oyiga qabullarimiz ochilgan. To'liq ma'lumotni Azizbekdan so'rashdan oldin videoga bitta like bosib, kommentariy yozib qo'ysalaring manfaatliroq bo'ladi. Azizbek, Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Baxtiyor Tursunov kanalini kuzatayotgan hurmatli obunachilar. Baxtiyor aka, xudo xolasa mana avgust oylariga qabullarimiz Vodiy bo'yicha, Toshkent bo'yicha, xudo xolasa Samarqand va Surxondaryo bo'yicha qabullarimiz davom etyapti. Xudo xolasa men ularni kuni bilan tanishtirsam, keyin mana ikkovimiz sekin-sekin odamlarga tushunarli holatda sharoitlari, mehmonxona masofalari, paket qanaqaligi aka, skidka bormi yo'qmi, hamma yo'qni gaplashib o'tsak. Endi hozir kunidan boshlasam, xudo xolasa Farg'onadan boshlaymiz. Farg'ona shahridan 15-avgustga, 20-avgustga va 27-avgust sanalariga Farg'ona, Madina Farg'onamiz bor. Namangan shahridan 19-avgustga va 26-avgust sanasiga Namangan, Madina, Namangan to'g'ridan to'g'ri reys, peresadkali emas. Endi xudo xolasa Toshkent shahridan 16-avgustdan boshlanadi. 16, 17, 18, 19, 20 deyarli har kuni oyda oxirigacha bor. Toshkent Jidda yo'nalishlari bor, Toshkent Madina yo'nalishlari bor. Endi xudo xolasa ziyoratchilarga qaysi biri ma'qul kelsa, biz o'sha yo'nalishlarga qo'yib beramiz. Endi bir kun plyus minus bo'lib qolishi mumkin so'ragan kunlaridan. Endi Samarqand shahridan 16-avgustga, 23 va 30-avgustga bor. Samarqand, Madina Samarqand u yo'nalish ham. Termiz shahridan so'rayotganlar uchun Termizdan Termiz Jidda Termiz bor. 16 va 30-avgust sanalariga bor xudo xolasa. Inshaalloh aka, mana kunlarini tanishtirib o'tdim Baxtiyor aka. Paketimiz standart 14 kunlik. Bunaqa ekonom yoki ekonom plus paket emas. Xudo xolasa 3 kun Madina shahrida, 11 kun Makka shahrida. Madina shahridagi mehmonxonalar va ziyorat sayohatlar nimalarni o'z ichiga oladi? Men Madina shahridan boshlaymiz. Madina shahrida 3 kun turiladi aka. Borilgandan keyin birinchi o'rinda, eng birinchi o'rinda qilinadigan narsa Masjidul Nabaviyga kiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salomlarni berib, ziyoratlar qilingandan keyin Masjidul Nabaviyning tarixi bilan tanishtirib o'tiladi. Undan keyin Baqiy qabristoni yonida joylashgan, shu Baqiy qabristoni tarixi to'g'risida gaplashib, tushuntirishlar berib o'tiladi. Endi keyin mehmonxona masofasini aytib o'tib ketaman orada. Mehmonxonamiz Darbunyan mehmonxonasi 250-300 metrda joylashgan. 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Xonalar joylashuvi 3-4 kishilik joylashuv asosida. Xudo xolasa 2 mahal o'zbek milliy taomlari, povurlarimiz vodiyning povurlari. Madina ziyoratlariga Qubo masjid, Qiblatayn masjid, Rumot tepaligi, Shahidlar qabristoni, Xurmo bog'lari, G'ors qudug'i, xudo xolasa farishtalar g'azoti bo'lgan Badr g'azoti, mana o'sha yerda farishtalarni Alloh taolo tushirgan 3000 farishta ishtirok qilgan deyiladi. Buni o'ziga yarasha mana internetga kirib Badr g'azoti to'g'risida yozsa, ma'ruzalari, tekstlari chiqadi, kitoblari ham bor, buni o'qishsa bo'ladi. Endi xudo xolasa aka, Madinaga borgandan keyin albatta tarixini bilishlik kerak. Xudo xolasa shunaqa ko'zga ko'ringan joylar va albatta eng asosiy narsa bu Ravza-i Muborakka kirishlik. Albatta xudo xolasa Ravza-i Muborakka borilgandan keyin Masjidul Nabaviyning tarixi bilan tanishtirilgandan keyin yoki o'sha kuni kechqurun yoki ertasi kuni xudo xolasa kechqurungacha, kechgacha hamma erkak ayol ziyoratchilarni olib kirib, xudo xolasa ziyoratlarni qildirib Masjidul Nabaviyda ana o'sha xudo xolasa Ravza-i Muborakning ichida kirib namozlarni o'qishib chiqishadi. Xudo xolasa Ravza-i Muborakka kirishlik endi hamma xohlaydi aka boshlik. Buni sababi Alloh taolo xudo xolasa qiyomatdan keyin, buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar. O'sha jannat bog'laridan bir bog'dir deydi. Chunki bu qiyomat kunidan keyin, qiyomat soati sodir bo'lgandan keyin, qiyomatdan keyin ana shu joy Ravza-i Muborakning ichidagi ana shu odamlar intilib namoz o'qigan joy jannatga olib ketiladi deyilgan. Bu jannatdagi bir joy. O'shaning uchun odamlar ana o'sha yerga kirishlikni harakat qiladi. Xudo xolasa faqat imkoniyat qo'ldan kelgancha harakat qilib olib kiramiz aka. Xudo xolasa endi Makka shahriga keladigan bo'lsak, Makka shahrida
Sama al Misk mehmonxonasi Jannatul Muallo qabristoni ro'parasida joylashgan 800-900 metr atrofida. Ikkinchi mehmonxonamiz Dar Bunyan mehmonxonasi 1 kilometr 400 metr masofada joylashgan. Uni yonida Ravat al Manasik mehmonxonasi bor. Buni yangi oldik. Bizga murojaat qilishsa, xudo xolisa biz sharoitlarni ko'rsatamiz. Juda zo'r mehmonxona, 1 kilometr 400 metrda joylashgan. Xudo xolisa masofalari ham juda yaxshi. Xudo xolisa G'azzo vokzalining oldiga kelib to'xtaydi avtobuslarimiz. Inshaalloh sharoitlari yaxshi. Makka shahriga kelingandan keyin umralar bajarilib olingandan keyin 2-3 kun o'tkaziladi-da. Makka bo'ylab sayohatga olib chiqiladi aka. Arofot, Jamarot, Mino, Muzdalifa, Savr g'ori, Xiro g'ori. Hozir mana ziyoratchilar borishsa, Saudiya Arabistoni turizmga nihoyatda tashabbus. Xiro g'orlarini, Savr g'orlarini atroflarini ko'rsangiz, aka, juda ham go'zal qilib yuborishdi. Xudo xolisa ana o'sha yerlarga sayohat, ziyoratlar bor. Xudo xolisa endi keyin bu narsalar o'tib, Makka ziyoratlariga chiqib kelingandan keyin Qizil dengiz sayohati albatta mavjud. Undan tashqari qo'shimcha ziyoratlar bor. Xudo xolisa 50 boshi xizmatlariga keladigan bo'lsak, 50 boshisi Farg'onadan ham, Namangandan ham, Toshkent shahridan ham, Samarqanddan ham birga ketadi. Termiz shahridan endi bu 50 keldik, ochig'ini aytamiz. Xudo xolisa bitta 50 boshini jo'natiladi, borib o'sha yerdan insonlarni yig'ib, o'zi ikkita reys bor, bu xudo xolisa 50 boshisi bilan ketadi. Billa xudo xolisa Termiz, Jidda Termiz yo'nalishida olib ketadi. Endi xudo xolisa paketlarni aytdim. Qanaqaligini aytdim, kunlarini aytdim. Eng asosiy narsa bu narx-navosi. Narx-navosi avgust oyiga Farg'ona va Namangan shahridan vodiy bo'yicha $995. Paketimiz standart, xudo xolisa hamma narsani o'z ichiga oladi. Bir xil odamlar to'lovini mana $995 tashqari viza uchun to'lov qilamizmi deydi. Bu narsa xudo xolisa o'z ichiga olgan shu narsani, vizani, biletni, yeb-ichish, yotoqxona, transfer xizmatlari, Madina Makka ziyoratlari, hamma narsa shuni ichida. Endi Toshkent shahriga keladigan bo'lsak, Toshkent shahridan $975 standart paket bo'yicha Madinaga ham, Jiddaga ham reyslarimiz bor. Xudo xolisa narxlari juda ham chiroyli, $975. Bundan skidka bor bu narxlarda. Samarqand shahri ozgina qimmatroq. Samarqand, Madina, Samarqand yo'nalishi $1100 dan. Undan ham ozgina skidka qilib beramiz. Termiz shahri ham juda zo'r narxda, $1045 dan. Mana narxlari bilan endi Azizbek sentyabr oyiga ham qabullar ochilganmi? Xudo xolisa sentyabr to'g'risida gapirib beraman aka. Mana narxlar bilan tanishtirib o'tdim Baxtiyor aka. Bizda yolg'on yo'q. Endi gadoning dushmani gado bo'ladi. Bir xilga odamlar telefon qilib aytishyaptiki, arzon narxga uchmanglar, arzon narxga uchsalaring ularni paketi ekan u. Ular aldaydi, bir tomonga bilet sotadi, shu keraksiz gaplarni gapiryapti. Endi 20 misol uchun aka arzimagan pul uchun, misol uchun insonni yomonlashdi, sha'niga dog' tushirishni hojati yo'q. Chunki birovga loy otsang deydi, u loy unga tegmasligi mumkin, lekin seni qo'lingda qoladi o'sha loy deydi. Men nima demoqchiman? Birovga loy choplashni hojati yo'q. Karvon ko'p, bu rizqi bo'lak. Biz o'qtimchimiz. Aka, bizdan olib foydalanishadi. Bu narsani biz xohlasa uchun isbotini ham keltirib beraveramiz. Biz o'qtimchimiz, bizdan olib foydalanishadi. Bizda o'shancha arzon. Bu arzon degani, bu ekonom degani emas. Bizni yolg'onchi ham deb bitta ikkitasi gapiribdi, aka. Biz xudo xolasa hech kimga yolg'on gapirmaymiz, aka. To'g'risini aytib sotamiz. Endi shu yolg'on degan narsaga men bitta misolni aytib o'tib ketaman. Bir kuni Muso alayhissalom Allohni endi oldiga kelib, mana Robbilari bilan, Alloh taolo bilan beparda elchisiz to'g'ridan to'g'ri gaplashgan zot bo'lgan. Bir kun Muso alayhissalom aytibdilarki, Tur tog'ini tevasida turib, ey Alloh, odamlar men qavmimni da'vat qilishdan charchadim. Odamlar meni yolg'onchiga chiqaryapti. Yolg'onchiga chiqarishligi mayli, menda bor sifatni gapirib meni yolg'onchi desa mayli edi-yu, menda yo'q narsalarni gapirib meni yolg'onchi qilishyapti deganda Alloh taolo aytgan ekanda, ey Muso, sen bir bandam ekansan. Ha, bu odamlar meni yomonlashadi-yu degan ekan. Meni yo'q sifatlar bilan yomonlashadi degan ekan. Men nima demoqchiman aka? Endi aka, bu ish o'z yo'liga. Insonni mana bu hamma narsa o'tkinchi bu dunyoda. To'g'risini aytib, chiroyli holat qilib, mana sog'lom raqobat, bemalol raqobatlashaveramiz.
Xudo xohlasa murojaat qilishsa, mana ekranda WhatsAppimiz nomerlari, Telegram nomerlarimiz ishlab turibdi. Qanaqadir savollar bo'lsa, mana aka YouTube'ga mana kommentariyaga yozishlari mumkin. Har qanaqa savolga javob beramiz. Yoki telefon qilishsin, yoki Telegramdan, WhatsAppdan yozishsa aka, Xudo xohlasa albatta biz uni javobsiz qoldirmaymiz aka. Endi sentyabr oyi to'g'risida so'radingiz. Sentyabr oyiga Toshkent shahridan Xudo xohlasa 1-sentyabrdan 30-sentyabrgacha deyarli har kuni reyslar bor. Toshkent Jiddasi ham bor aka, Toshkent Madinasi ham bor. Xudo xohlasa tanlashganiga qo'yib beramiz. Endi vodiy bo'yicha faqat Namangandan hozircha ochilgan. Namangandan 3-ga, 10-ga, 17-ga, 24-sentyabr sanalariga Namangan, Madina, Namangan to'g'ridan-to'g'ri reys bor. Xudo xohlasa erta indin Farg'ona ham chiqadi. Farg'ona ham har chorshanba kuni uchadi. Xudo xohlasa mana har chorshanba uchadi. Keyingi oyni kalendarni qarashlari mumkin. 1-chorshanbasidan boshlab sentyabrning oxirgi chorshanbasigacha reyslarimiz bo'ladi. Farg'ona, Madina, Farg'ona to'g'ridan-to'g'ri reys. Endi uni ham narxi hozirgi kunda bron qilishsa $995 ozgina skidka qilib beramiz. Toshkent shahrini ham aka skidka qilib beramiz. Xudo xohlasa endi keyingi videolarimizda Termiz shahrini aytib o'tib ketdik. Termiz har yakshanba kuni bo'ladi. Keyingi oydan Xudo xohlasa har yakshanba kunlari Termizdan reys ochiladi. Samarqanddan ochilsa biz albatta mana video qilib qo'yib narxlari bilan buni e'lon qilamiz. Hozircha Namangan 3-sentyabrdan 24-sentyabrgacha 3-, 10-, 17 va 24-kunlari bor. $995 Toshkent shahridan Xudo xohlasa 1-sentyabr sanasidan 30-sentyabr sanasigacha Toshkent Jidda va Toshkent Madina yo'nalishi to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Narxi $975 paket har doim aytib o'taman, standart, ekonom yoki ekonom plus paket emas. Hamma sharoitlarni o'z ichiga olgan 3 mahal o'zbek milliy taomlari Makka shahrida, 2 mahal Madina shahrida. Hamma ziyoratlari bor, Qizil dengiz sayohati, hamma narsa kiritilgan. Xudo xohlasa mana Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolari ham ko'rishadi bizni. Ularga har doim aytib o'taman, bir kun oldin kelishadi. Xudo xohlasa mehmonxonalarni o'z hisobimizdan qoplab beramiz aka. Bizni Xudo xohlasa hisobimizdan qoplangandan keyin ertalab nonushtalari bilan aka xotirjam kelishaveradi. To'lovni kelib shu yerda aeroportda qilishlari ham mumkin. To'lovni men ofisga kirib qilaman deganlar uchun Toshkent shahri Mirobod tumani Amir Temur ko'chasi 43-uyda ofisimiz bor. Bosh ofisga kirib to'lov qilishlari mumkin. Farg'ona shahri Sayilgoh ko'chasi 27-uyga kelib to'lov qilishlari mumkin. Bemalol. Xudo xohlasa to'lovlar o'sha ziyoratchilarimiz bormoqchi bo'lganlarni ixtiyoriga qarab, xohishlariga qarab amalga oshiriladi. Xudo xohlasa mana hamma narsa to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'tdik aka. Endi Azizbek ko'pchilik so'raydi kommentariyada ham qabul nimalar, qatnovlar to'g'ridan-to'g'rimi? Shu haqida ham Albatta aka, reyslar to'g'ridan-to'g'ri. Perisadkali reys sotmaymiz aka, perisadkali reysimiz yo'q. Xudo xohlasa reyslarimiz 16-avgust sanasidan Toshkent Madinadan boshlanadi, Toshkentdan. Xudo xohlasa bormoqchi bo'lgan ziyoratchilar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hozirgi kunda bron qilib qo'yamiz desa 30-sentyabrgacha shu $975 bemalol bron qilib beraveramiz joylardan. Qo'shimcha savollar bo'lsa mana kommentariyaga bildirishsin. Biz Xudo xohlasa albatta unga javob berib o'tib ketamiz. Ekrandagi telefon raqamlarimiz doimo 24/7 ishlab turibdi. Hikmat Travel Xudo xohlasa albatta bu litsenziyalangan firma. Davlatga pul qo'yib litsenziya olgan. Endi odamlarni men bir ogohlikka chaqiramanki, mashinaga uchrab qolishmasin, yolg'onchiga uchrab qolishmasin. Chunki oldindan $500 o'tkazib berasiz, $400 o'tkazib berasiz deganlarga ishonishmasin. Haqiqiy litsenziyalangan misol uchun firma bo'lsa, shot raqamimiz bor, mana karta raqamimiz bor, shot raqamimiz bor, beramiz, to'lov qiling. Xohlang mana ofislarga kelib to'lov qiling deb aytadi. Yo'q, men viza uchun to'lov qilib qo'yaman desa, viza pulini oladi. Vizasiga $100-120 atrofida pul ketadi. Bo'ldi, viza pulini to'lab, qolganini aeroportda to'lashlari ham mumkin. Xudo xohlasa qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa kunlaring yaxshi o'tsin. Bormoqchi bo'lgan ziyoratchilarimiz Xudo xohlasa inshaalloh Alloh tez kunlarda hammamizni chaqirsin. Chunki aka baytiga borgandan keyin insonni borgisi kelaveradi.
har narsa Allohga oson. Kim Allohdan chin yurakdan duo qilib, o'zingga oson Robbim desa, Allohga hech narsa qiyin emasda. Alloh taolo o'zini huzuridan shunday fazlidan shunday ato qilib qo'yamas hech nima bas inson. Beraman desa oson. Chunki Allohga qiyin ishni o'zi yo'q. Allohga sen nimaga buni berding deydigan Allohdan yuqorida turadigan zot yo'q so'raydigan. Ana o'sha narsalarni chiroyli qilib, san 18 ming olamlarni yaratilishiga sababchi bo'lgan Habibingni, do'stingni o'rtaga qo'yib so'rayman hurmatlaridan. Shu Rasulullohning hurmatlaridan so'rayman deb Allohdan so'rasa albatta beradi. Xudo xolasa mana ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Ishlarni albatta sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat. Sog' bo'ling.